Bilasizmi, men uchun eng ajablanarli narsa nima? Alloh subhanahu va taolo buyuradi: "Hoy mening bandam, namozni qoyim qil. Sen men uchun kuniga 5 mahal namoz o'qishingni xohlayman." Bizlarning qanchamiz namoz o'qimaymiz? Va ishonchim komilki, sening arzigulik sababing yo'q. Bizlarning qanchamiz namoz o'qimaymiz? Juda ham ajablanarli sonlar. Namoz o'qimaydigan odamlarning soni ajablanarli ko'p. Men musulmonlarga qarab, "Axi, sen namoz o'qiysanmi?" desam, "Yo'q, birodar, bilaman namoz o'qishim kerak, lekin men bandman, do'stim" deydi. Rostdanmi? Singlim, birodarim, kuniga 5 mahal namoz o'qigan, 20 daqiqa ajrata olmaydigan darajada bandmisan. Birgina namozni o'tkazib yuborish qanchalik yomon va katta gunohligini bilasanmi? Kimdir buni biladimi? Buning qanchalik yomonligini. Bugun odamlar aytishadiki, "Qara, alhamdulillah, u juda ham yaxshi bola, lekin shunchaki namoz o'qimaydi." Bilasizmi, din tarafdan u odamlarning eng yomoni.